Bahardek güllerim vardı bir çağlar. Bahardek güllerini sığındım acab. Şu sebep özümni taşlab etmedim. Ötsümü beşimden talayla kısmet. Köp qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. İkinci bab. Bir qizga ming ko'z. 8-qismi. Turpan Tichandan Zulfiqarning salomatligining asli kelishiga agishib, uning uydagileri Urumchiga apirib, qayta tashritib keldi. To'pto'g'ri 10 yilga yaqin paralishlik azobini tortgan Zulfiqar oxiri chaqliq o'rindiqliq hayot bilan xo'shlashdi. 10 yildan beri uning ota-onasi uni davolatish uchun tortmagan jafolari qolmagan edi. Aslida doktorlar uning kasallik ahvoli xeyli og'ir, yaxshi bo'lib ketilmasligi mumkin deb qaragan edi. Uzoq muddatlik chiniqish hamda ota-onasining uni davolashga bekrak ahamiyat berib, yaxshi parvarish qilish natijasida oxiri hosiga tayanmay o'ri tura oladigan, mang'alaydigan bo'lgan edi. Albatta, buningga necha yildan beri ilib borgan qum bilan davolashning ta'sirimi intayin yaxshi manfaat qilgan edi. Zulfiqar salomatligining bargancha yaxshilanishiga agishib, biror texnika o'rganish orzusining borligini ota-onasiga aytib, Nahiya bozoriga berib, kompyuter o'rganish uchun yarim yillik kursga tizimlatdi. Bu jarayonda u yotoqliq kursda o'qiyotgan bo'lg'achqa, har haftada faqat bir qitimla uyga qayta olaydi. Zulfiqar Nahiya bozoridan qaytib kelibla Nurali bilan ahvollashadi. Bundaq chog'larda Nurali Zulfiqarga bu bir haftadagi tordagi ahvollarni hamda xushxuy bilan nihoyatda yaxshi o'tayotganligini so'zlab beradi. Albatta, Zulfiqar kursda o'qiyotgan bu mezgillarda xushxuy bilan tanho bir kun davomli torda esil mazmunlarni tayyorlab, tordashlarni zeriktirib qo'ymadi. Salam qadrlik aziz do'stlar. Har bir kuninglar shod-xuramlik ilkida o'tgay. Hammanglarga xush kayfiyat tilab, illiq dunyo bejirim qalblar programmasini boshlaymiz. Men do'stinglar xushxuy. Aziz do'stlar, intilish, sig'inish tuyg'usi bo'lmaslik inson ruhidagi eng chong fojia. Hammamizning hayotlik safarimizdagi ma'lum bir chog'larda to'limi xo'shal o'tgan kunlarimiz, qimmatlik aslimlarimiz bo'ladi. Bundaq chog'lar hammamizning qalbiga mangulik o'rnab ketgan bo'ladi. Navada turmushning ma'lum bir bosqichlarida ko'nglimiz azariyab qolsa yoki kayfiyatimiz yaxshi bo'lmay qolsa, shu go'zal qimmatlik aslimlarimiz bizga umid, ruhiy tasalli ato qila oladi. Bizning eng yaqin tordoshlarimizning biri bo'lgan Zulfiqar o'qish munosabati bilan aldirash bo'lg'achqa to'rga chiqib bo'lamidi. Ammo har haftaning shanba kunlari u zo'r tirishchiliklarni ko'rsatib, yanala do'stlarimizga hamroh bo'lib kelyotdi. Men barliq do'stlarga vakolatan do'stimiz Zulfiqarning o'rganishiga utuqlar tilab, uning hammamizga ta'sir qilgan "Men senga talpingan oshu kunlarda" nomli bir parcha she'rni eng avval huzuringizga sunmoqchiman. Yoqtirib anglag'aysizlar. Sen menga talpingan oshu kunlarda, men ham talpingan sana yurakda. Yiqilsaq gar turmush yo'lida qattiq,
ütimiz deyişdik bulup yüleşde. Sen bana talpüngen aşı küllerde. Qaradım ben sana köngül gözümde. Yıkıldım turmuşda emdi gayripmen. Dostlukka kol bergen yürek kayerde. Sen bana talpüngen aşı küllerde. Qarab mu koymagan başka gözlerge. Oylap mu bakmagan ikenmen zadi. Qalar mende faqat bundaq kunlarga. Asligim yo'q edi o'tgan kunlarni. Afsuski do'stlarim saldi esimga. Endi men bu dardni kimlardan ko'ray? Shu yo'lni tanlagan gunoh o'zimda. Men keldim yeningga bevafo inson. Tavridi qalamim pinhon alamda. Men har joq sig'inib seni aslasam, hammani unutibsan shuncha pokiza. Anglag'in shu do'stlik bo'lsa agarda, roziman do'st tutmay o'lsam zaharda. Qaytarib olsangar bergan va'dini, do'stlik va muhabbat tugar shu yerda. Yuqorida do'stimiz Zulfiqarning Sen menga talpingan ashu kunlarda nomli she'rini anglab o'tdik. Endi do'stimiz Tanha Burkutning ko'ngil so'g'ilari araminglarda bo'lsin. Yaxshimizlar tang-tangning janub va shimoldagi barliq to'rdoshlarimiz, men sizlarning eng yaqin do'stinglar, qarindishinglar Tanha Burkut. Men navbat sizlarga yangidan yozgan Yar söygünge erishalmasam nomli she'rimni taqdim qilay, hozirlangaysizlar. Tanha Burkut ijodiyatlaridan Yar söygünge erishalmasam. Yürelmesmen her güzmü külüp, Yar söygünge erişelmisem, Pırakında gidermen ölüp, Yar söygünge erişelmisem, İşk otunda köyüp yürsem men, Perva kılmay yürüyiverdin sen, Köz yaşlargı çöküp gidermen, Yar söygünge erişelmisem, Yollarınga qarab ötermen, Mecnun kebi seni kütermen, Bu dünyadın cimcit yütermen, Yar söygünge erişelmesem. Pak kalbinge aşık men nigar, Yürek sana her dem intizar, Dilim yığlar elemdi zar zar, Yar söygünge erişelmesem. Her bir sözün kalbimge nakış, Sensiz mana bahar goya kış, Nisip olmaz mana şat gülüş, Yar söygünge erişelmesem. Tenha keldim, tenha gidermen, Yalğızlıkta kan yaş tökermen, Goya şamdek eğirip yütermen, Yar söygünge erişelmesem. Köz yaşlarım menzimni boylap, İqib düşer sen yarını oylap, Kiler mini Ezrail yoklap, Yar söygünge erişelmesem. Sen meninki mengü baylıkım, Yayraydıgan gülzar yaylıkım, Ah elvida deymen amrığım, Yar söygünge erişelmesem.
Rahmat turdoshlarimiz yuqorida she'r anglab o'tdinglar. Endi men sizlarga shu xalq kuylarimizdan Saydigul nomli naqshini taqdim qilay. Olmini assam deryaga canim Saydigül Leyli bilip çökmeydu canim Saydigül Leyli bilip çökmeydu canim Saydigül Sen yarının otları canim Saydigül Yaldilaydı üşmeydu canim Saydigül Yalqınlaydı üşmeydu canim Saydigül Xushxo'y, mushu kunlarda tanhoning bara choyxonalarga ko'p chiqmayotganligini bayqab qoldi. Tanhoning salomatlik ahvoli aslida yaxshi bo'lmag'achqa, u tanhodan sal ansirab qolgan edi. U bugun aldirab tomoq chiqib kiribla do'konga qaytib kirdi-da, to'rga chiqmay bevosita Tanhoga telefon qildi. Tanho uning telefonini ilibla qisqacha ahvollashib bo'lib, uning nemishqa bugungi programmada naqsh aytib bermaganligini so'rab turib oldi. Tova, nemishqa hammanglar menga naqsh aytib bering deydigansizlar. Hey, nima desam bo'la? Sizning naqshingizni anglasamlar, bek yayrab ketaman-ku tang. Sizmi mening naqshamni anglashga amraqmi? Men ya naqshini yaxshi aytamsam, bugungi mazmunlarni angladingizmi? Bugun Tanho burkutlar ishimiz birga so'zladik. O aldan qatim shunda qiziq chaqchaqlarni qilgan edi. Hamma yerda oningli gapi. Ha, angladim. Rost deysiz. U bek qiziqchi. Chayxonnimi bekli qizitdi. Nim bo'ldingiz? Bugun sal holingiz bo'shdek. Yo'q, undaq emas-ku. Sizga shundaq tuyulganchig'i. Bo'ldi, yolg'on aytmang, ovozingizdan "Mana deb turibdi. Mijozingiz yo'q-kana?" Havo o'zgarsila, shundaq bo'lib qolaman-ku tang. Ha, ma'qul amsa. Siz ko'proq aramamisiz bo'lmoqdek. Sizga keyin telefon qilay. O'zingizni asrang, ha? Ma'qul. O'zingizni asrang. Xushxo'y telefonni allaqachon qo'yayotgan bo'lsa-mu, ammo Tanhoning qo'lida turibga shu biyda turadi. Uning uzoqdan beri muhabbatdan azorigan ko'ngli bugun o'zi yaxshi ko'rgan qizning kuyinishlari bilan xeyli tasalli topgan bo'ldi. U yanala kecha ham kunduz Xushxo'yni o'ylaydi. Navada saq bo'lgan bo'lsam, uni hech kimga tarqizib qo'ymaydim deb pichirlaydi. U doim mo'liq muzikalarni qo'yib elib, o'zini Xushxo'y bilan billa deb o'ylab, har xil ishlarni tasavvur qilib boqadi. Uning o'z ko'nglini xushal qildig'ini yanala mushu xiyollardan iborat edi. Barliq turdosh do'stlarning hammasi bir tarafdan ishlab, bir tarafdan to'rga chiqib, do'stona aloqani uzib qo'ymadi. Shu yili 5-oyda Aqsu viloyatining Uchturpan nahiyasidan Iftixor Turpanga keldi. Turpan bichandagi eng yaqin do'stlardan Zulfiqar, Adil, Abduqayimjonlar Iftixorni nihoyat qizg'in kutib oldi. Xushxo'yning do'konda qiladigan boshqa ishlari bo'lmaganlikdan ko'p qism vaqtini to'rga chiqish hamda ilhomi kelib qolgan chog'larda ancha-muncha yeziqchilik ishlari bilan o'tkazadi. Yaqinqi bir necha oydan beri Nur Ali bekli aldirash bo'lib ketdi. U heli quduqning ishi bilan avara bo'lsa, heli mahalliy komitetining ishxonasiga atrofning ishlari bilan yuguraydi. U yana Etiz Erixning ishlari bilanmi o'ziga Abdullah hardoq yetkazib oldi. U shundaqdimi Xushxo'y bilan bo'lgan aloqasini qat'iy uzib qo'ymadi.
Nurali har yili degidek paxta terilg'u ko'lamini kengaytib berayotgan bo'lg'achqa, o'zim o'zish amgaki oxirlashishi bilanla paxta terish ishlariga odam o'rinlashtirish bilan aldirash bo'lib ketadi. Ba'zi chog'larda paxta terishga qat'iy odam o'qisholmay beshi raso qatgan chog'larda xushxo'y yaqindaroq bo'lgan bo'lsa cho'qim yordam qiladi deb o'ylaydi. Ko'zlik yig'im oxirlashishi bilan Nuralining mahallasida to'y-to'kun ma'rakalar intayin ko'paydi. Barliq ishlar oxirlashgan bo'lg'achqa, cho'ng-kichik qiyri yoshning hammasi mo'l-hosil shodligida g'amsiz holda bazma mashrablarga qatnashadi. To'y-to'kunlar kayni-kayndan o'tkazilgachga, Nurali bir qitimliq o'ltirishdan keyin masliki to'liq yeshilmay turibla yana bir ziyofatda o'ltirib qoladi. U ana shundoq ulabla bir qancha kungacha uyga qaytmay degandek ziyofatlarda bo'lib qoldi. Bu ziyofatlarga qatnashmay desa, ularning hammasi eng yaqin o'tgan do'stlarining to'yi edi. Mana, bugun uning to'limu yaqin o'tadigan og'inasi Dilshodning to'y kuni. U bugun sal bo'shliqdan foydalanib, uyga bir berib kelishni o'ylagan edi. Biroq so'rindagi do'stlari uni mang'ili qo'ymadi. Shundaqdimi u hammasiga o'zri aytib, amdi mangmoqchi bo'lib turganda, tuyuqsizla yoqqa yurtdagi savodoshlari bu to'yga kelib qoldi. U bundoq ahvolda qandoqmi savodoshlarini tashlab qo'ya olsin? U amdi savodoshlarini kutish bilan aldirash bo'ldi. Xushxo'yga necha kundan beri telefon qilolmaganligi esiga kelib, uningga telefon qilmoqchi bo'lib, yenini oqtirib edi. Yan telefoni yanada yo'q turadi. Demak, u bir qancha kundan beri mast holatda yurgachga yan telefonini yuttirib qo'ygan edi. Kechqurun bo'la bo'lmayla, restoranda mehmonlar intayin ko'p bo'lg'achqa, to'y ziyofati baldirli boshlandi. Hammaylar bir jup yoshqa chin dilidan baxtlar tilab, naqshi usul tanslarga tushib ketdi. Nurali eng avval savodoshlari bilan necha maydon usulga tushdi. Ondan keyin qizlarni tansiga tortib, tansi o'ynashga boshladi. U tansiga tortgan qiz uzundan buyon uningga ko'ngil izhori qatorida bir qancha parcha xat yozgan, o'zi bilan bir mahallalik qiz Guhar Ay edi. Guhar Ay texnika ishlar maktabini bitirib kelib, uyda xizmat kutib o'tirgan qiz edi. Mahalladagi qizlarga o'xshashla, umu Nuralini bekli yaxshi ko'radi. Ammo u topdan chiqqan boshqa qizlardek biror yigitga ko'ngil tushib qolsa, har xil vositalar bilan yaqinlashadigan chakini qizlardan emas edi. U qiz buningdan bir qancha oy ilgari Nuralining qiz do'sti bo'lmag'achqa, tashabbuskor holda uningga o'z ko'nglini ifodalab, bir necha parcha xat yozgan edi. Nurali uning bilan tansi o'ynab o'tib, bargan siri o'zining qiz bo'tganligini his qildi. U bir qancha kundan beri söygini xushxo'y bilan aloqalasha olmagan bo'lg'achqa, o'zi bilan tansi o'ynayotgan Guhar Ay ko'zlarga ba'ayni xushxo'ydekla ko'rinib ketdi. Rolarga Maryamgul Xushxo'y, Yusufjon Abdurahmon, Abduquddus Mattursun, Mutallibjon Qovul, Valijon Eli qatorliqlar ovoz bergan.